ketgindi buning. Tova. Odamning zavqini mevdan ko'ra meg'iz tatqinidek. Boladan navri tatliq bo'ladi ekan desa. Voy, uxlaverdi bu. Uyg'otmasam uxlaveradigan o'xshaydi. Uyg'otib bitay. Tomaris. Tomaris. Hey Tomaris. Tur kızım o'rnidan tush olay dedi. Odamni uxlag'ili qo'ymay. To'la uxlasa odamning baxti qochadi. Bo'lar qizim. Yuz ko'zingni yuvib, keyin ichib ol. Ajab aski bo'lgan kelsin. Mo'u jinni, tillavatamisan meni? Ya, chiqishib deb qo'ydim, apaq buva. Qo'lig'ini buning. Çeyini iş boğan bolsan talağa çıkıp oynap gir. Ben çıkıp gelsem zerikmemsin? Zerikmeymen. Zeriksiz baba. Bolu çıkıver. Yok, sizge hemrah bolumen. Canım balam, sen çıkındı menin gımımni yavatsan ha? Ben yalğızlık könüp ketken çıkıver işini bulmaydı. Yok, işnim buludu. Ma'qul, emisi men bilan o'yna. Biroq men sana nima qilib berayman? Qiziq hikoyalarni aytib bermamsiz? Voy, ajab burroq esimga kelmabdi. Bo'ladi, emisi men sana hikoya aytib beray. Sen-chi, sen menga nima qilib bersan? Men sizga naqsh aytib beraman. Yaxshi-ku. Biroq sen naqsh aytishni bilamsan? Bilmaychi. Yasidilgan jiqqida naqshlarim bor mening. Oy. Amisi hikoyangizni boshlamam buva. Emisi men oldi bilan xo'roz nimani chillaydi degan hikoyani aytib beray. Ma'qul. Burunqi zamonda osmonda 9 quyosh bor bo'lib, yer jahonni xuddi to'nirga o'xshash qizitib etadi ekan. Bu harorat taftidan na yomg'ir, na daryo suyidan asar qolmabdi. Shuning bilan kishilar bir yerga jam bo'lib, bu ofatdan qanday qutulish to'g'risida maslahatlashibdi. Biri uni debdi, biri buni debdi. Biroq shuncha talash tortish qilibmi, bira muvofiq chora tadbir tepilmabdi. Oxirida bir margan chiqib, quyoshlarni etib tashlab, elni bu ofatdan xalos qila oladiganligini jakolabdi. Bu tadbir kishilarga yiqibdi-da, margan o'z mahoratini ish qilsabdi. Qiraloq qarg'oldi. Voy xudo, qandoq qilishdi? Marganchi Muhammad degan qo'ymaydi. Yo Rabbi, itib tushiribdi. Barakalloh. Hurro! Bo'ldi, bir quyosh qolsin, uni otma. Voy qarg'oldi. Quyosh tushib ketdi. Nimadan tushib ketdi? Qiraloq, quyosh taqkaniga o'tib ketyapti. Qo'rqmanglar. Quyosh bizning etib tashlashimizdan ansirab, mukib olgan bo'lsa kerak. Biz otmaslik qasmini berib, uni chillasak, yana joyiga chiqishi mumkin. Shunda qilib, kishilar chin dilidan qasamyod qilishib, quyoshni chaqiribdi. Hammasi bir bo'libmi chaqiribdi, ayrim-ayrim chaqiribmi beqibdi. Biroq quyosh zoda chiqqili unimabdi. Yana bir muncha talash tortishlar bo'lib, oxirida ovozi chiroyli qushlarni chilitib, quyoshni chiqarish maslahati ma'qullanibdi. Maslahat bo'yicha xilma-xil qush taklif qilinib, chilitilgan bo'lsa-mu, quyosh yanada chiqqili unimabdi. Eng oxirida kishilar xo'rozni taklif qilib, quyoshni chillab chiqarib berishni o'tinibdi. Ay xo'roz, sen bizga quyoshni chillab chiqarib bersang, biz seni mangu atvolab boqamiz. Bo'ladi, chillab beray. Chunki sizlarni emas, butkul hayotlik quyoshga muhtoj. Shunga men quyoshni butkul mavjudot nomi deb chillayman.
Shundaq qilib, xo'razning chillashi bilan quyosh chiqibdi. Xo'raz bu ulug' kunni aslab to hozirgacha quyoshni har kuni saharda bir qitim chillaydi ekan. Demak, xo'raz kunni chillaydi, tongni chillaydi. Sana o'xshash uxlab yotgan o'rinlarni chillaydi. Voy jahon bo'ldi qiling ha. Bundan keyin sergak bo'lsam bo'ldi-ku. Mana sizga yoqadigan bir naqsha aytib beray ya. Tumares? Nimdaysiz bova? Bir ishga buyuribdingiz? Yo'q, unutib qoldingmi? Bugun kunga nima? Rost, yakshanba. Topshiriq bilan bo'ldik, esimdan chiqibdi. Texi ishlab bo'lamadingmi topshirig'ingni? Hozir yetdim. O'ltiramisa. Sana bugun insonlarning do'sti Qalg'ash haqidagi hikoyani aytib beray. Ajab yaxshi. Men Qalg'ashni bek yaxshi ko'raman bova. Uchar qanot jonu jonivorlar opridi bo'lib uzun o'tmay ularga har xil yam-xashak, oziq-to'liklar taqsim qilinib berilibdi. Biroq yilonning futi bo'lmag'achqa so'rilib mengib taqsimot yig'iniga kechikib qoldi. Buni ko'rgan Sulaymon podshoh uning xohlagan bir oziqlik tepib olishiga ruxsat qildi. Shuning bilan yilon o'zi oziqlik izlamoqchi bo'ldi. Biroq u izda hech bir oziqlik topolmay bechora holga tushib yetibdi. Buni ko'rgan podshoh yilonga ish og'ritib, uning uchun oziqlik izlab yo'lga chiqibdi. Podshoh oziqlikni tepib oldirib ketib etib, Qalg'ashni ushirtib qopti. Hey pasha, nima chalg'irish? Ozroq orom elib mamamsan. Bo'lmaydi, ilon akamman qarabli qoldi. Voy, nima chiqasan onunga? Qarab qasnang bo'ladi. Nima naqchilmaydansan? Ilon akamman puti yoqtirsa, onunga yordam qilsam bo'lamdi. Hey, onunga zodi nima yordam qilyapsan? Onun uchun oziqlik tepib, shu xabarni yetkazay deb ketyapman Qalg'ashga. Shunday qilib, nima debsan zodi? Odamning qinini. Ha? Men qara pasha, sana ko'nglimdagi desam sening bu ish bir jinoyat. Nima? Bilishing kerakki, dunyoda g'alchilikdan eski ish yo'q. Chunki tayyor topni g'alchilar paydo qiladi. Uning ustiga hayotlikning sardori bo'lgan odamni ziyon uchirtishga qanday ko'ngil o'nadi? Voye, men aqli yetman demay ishni qila. Odamning qani tokmikan? Ajoyib tokmikan. Matoyi. Ishonmamsan, odamning qanining ta'mi og'zimda bor, ketib baq bo'lmasa. Chiqaratilani. Hey pasha, nima hayal bo'lasan? Mana qanday oziqlikni xabarda keldin?
Hey, gap bu deyme. Hey, Saram, gap onu tuzakır. Onun imber atkallığı dimen bilme. O ne mi deydi o? O dünyada emmeden pakamakını tatlık deydi. Bırak gel. Men bilmeydiğim pakı mı o? Edilin keş kişi patkak duyursa, onun kene tatıklattı mı? Bana imber kılsan, senin halcan şundak davasa, işenmesen, aşı göçüden sorup bilip al teyar tap. Senlerine tapı aptan bapıldım go kasafetle. Şundaq qilib, Qalğaş insonlarga cho'ng bir yaxshilik qilgan ekan. Kishilar Qalğaşning bu ishini uqqandan keyin o'z o'ylaridan o'rin berishibdi. Qalğaşlar shundan e'tiboran odamlar bilan birga yashab etibdi. Rahmat bova, mana sizga qalg'ash nima deyilib bir naqsha aytdiray ya. Acip cimcit oturupsuz bu. Mücazınız yok mu? Yo'q. Kela qizim, o'lta. Kollarınızı tutup koyayım mı baba? Ma'qul. Bo'ldi qizim, Xudoyim qo'lingga detdaymiz. Bulmuşsa birden ısı verin baba. Hikoya anglığın yo'qmi? Ağlığım var. Bırak. Aha, amasi yaqin kelib o'lta. Bugun Padichi bola degan hikoyani angla. Burunqi zamonda bir bola tog' bag'rida yolg'iz mol boqar ekan. Molni yayloqqa qo'yib berib, ba'zida uxlaydi ekan, ba'zida olotog'il naqshtovlab ish pushug'ini chiqaradi ekan. Yana ba'zida o'g'loqdek dekildab toqqa yomishib chiqib, gul terib o'ynaydi ekan. Bir kuni hamma qiliqlarini qilib bo'lib, yanala ish pushug'ini chiqaramabdi. Shuning bilan kishilar yenimga kelsa ekan degan o'y bilan mundaq qildi. Hey, böğür qani? Oturib ketdi. Yürü lan, qo'llaydi.
Görmedi o. Hacetmi oldu buldu mu? Bir necha kun o'tgandan keyin podachi bola yana vaqirabdi. Böğür geldi! Böğür geldi! Hey ağıyla yürü ola. Bu vakitte böyle açılıp koymayın. Yürü ola. Olmaydı. Köpekler peşine nasıl tez bul ola. Hey böğür kene. Nedim böğür bolsun? Men sizlerge çaqçaq qilib shunda deb qo'ygandim. Muş sen turup adam ağır kılamsan. Kamlaşmaga bir dile kelsen. Yana bir muncha kunlar o'tib, bir kuni podachi bola qarg'ayning soyasida salqindab o'ltirgan ekan. Rostilla bir podachi bolaning bo'ri keldi deb vaqirg'inini kishilar aniq anglagan bo'lsa-mu, u yana bizni oldigan bo'lsa kerak deb o'ylab birasmi kammabdi. Beshara bola o'zining yolg'onchiligi tufayli o'z jiniga zomin bo'ldi. Yolg'onchilik qilsa, oshundoq bo'ladi, ha, buva? Ha, odam rostchil bo'lsa, e'tibori bo'ladi, hurmati bo'ladi. Endi mening naqshamni anglang, buva. Səhər durub ornandım, yüz qalanı yuyimən, yüz qalanı yuyimən. Yığıb burun tüpəmi, öz arniğa qoyimən. Yığıb burun tüpəmi, öz arniğa qoyimən. Tayyorlangan kiyimni o'zim yechib qo'yiman, o'zim yechib qo'yiman. O'z ishimni o'zim qilib, yaxshi bola bo'laman. O'z ishimni o'zim qilib, yaxshi bola bo'laman. Bugun anglaydiganing küçük o'ziga qandoq do'st topdi degan hikoya. Burunning burunida bir küçük bo'lgan ekan. U o'rmon zarliqda yakka yegani yashaydi ekan. Keyincha u yolg'iz yashayverishdan zerikibdi-da, o'ziga bir do'st topmoqchi bo'ldi. Biroq u topmoqchi bo'lgan do'stining dunyoda hech nimadan qo'rqmaydigan botir bo'lishini orzu qiladi ekan. Do'st izlab yurgan kunlarning birida bo'rining tulkini adablayotganligini ko'rib qopti. Hey, yo'qol! Mening tavalligimga qadam bosishga qandoq petinding? Xafa bo'lmasizlar, bo'ri janoblar. O'q qilishidan bo'lib ketib, kelib qoptiman. Ov qilaymish. Hey, Türkiye! Mening oldimda o to'g'riliq gap qilishdan uyalmamsan. Kechirsizlar, taqsir. Kechirsizlar. Gapni oz qilib, ko'zimni yo'qot. Eli baka. Xo'p, taqsir. Dunyoda eng botir hayvon böğür ekan-da. Salom böğür aka. Nemişsin bak? Men sizning dunyodagi eng botir polvon ekanligingizni ko'rib, do'st bo'laylik deb keldim. Do'st bo'laylik demsen. Bo'pti. Aka qo'lingni. Rahmat böğür aka. Rahmat.
unuqla. Bommasa, eyiq kelib ikimizni yeydidu. Bir iyiqtin qo'g'i degan emasmi? Dunyoda hammadan kuchli iyiqkanda. Hammasi men iyiq bilan do'st bo'lsam bo'lg'uday. Salom, iyiq aka. Biz do'st bo'lib birga yashaylik, ma'qulmi? Dost bulup birli yaşasak dedin mi? Boptu. Birli yaşasak, yaşaylı. Rahmat, iyiq aka. Nemachi betoydun bekar qavaysın. Avazını anlap, şirkilip bizni yesin demsen. Teşak. Iyiq shirni qo'g'i degan emasmi? Deganda shirni izlab tepib, uning bilan do'st bo'laman endi. Salom shir janoblari. Sen qaysi iqlimdin? Nasli nasabing nima? Mening oldimga nima deb kelding? Mushu o'rmonlikni makon qilg'ili uzun bo'ldi. Ishnassidim men. Ko'nglimdagidek biror do'st topolmay yuratdim. Sizlarning donqalarini anglab do'st bo'lay deb keldim. Kichikkina holingga do'st bo'laman deb meni izlab keldingmi? Men sizlar bilan ilishqili emas, do'st bo'lishga keldim. Do'stlikning haqiqiy qimmati cho'ng kichiklikda emas, samimiy sadoqatda. Sen xili aqlli nima ekansan? Bo'pti. Do'st bo'lsak bo'laylik. O'rmonlik shildirlayotdi. Bosh gap qil. Chatig'ing nima? Uyqung uxla. Eli bekor yolg'iz kelib, ikkimizni yeydi. Shirning bu qo'qidigan nimasi borkina? Nimani dedi? Yolg'iz. Hap, yolg'izni deb do'st bo'lmasam endi. Assalom, yolg'iz oliylari. Nima qilib yuriysan bu yerda? Oliylarga salom beray deb keldim. Kichik bo'g'ini bilan jur'atlik nima ekan o'zi? Salomga kelishdan maqsading nima? Do'stlik. Xo'p, do'stlik degan. Do'stlik sana nemachi zo'r bo'lib qoldi? Yeganilik Tangriga xos taqdir. Maxluqlar bir-biri bilan o'rlashib yashamasa, hayot ma'nisizda xavflidir. Barakalloh. Dunyoda kuchliklarning kuchligi bo'g'inim bilan aqlim ma'u shum texnikaga yetmamdi nima? Gap qila. Do'stlik nim bilan rivoj topadi? Samimiy sadoqat bilan. Dushmanlashish nimadan paydo bo'ladi? Nomardlik va hasadxo'rlikdan. Qandoq qilganda xotirjam yashashga bo'ladi? O'mlik va barobarlikni yo'lga qo'yganda. Meni do'stlikqa tanlashingga nima sabab bo'ldi? O'zra. Takalluf qilmay gapingni sallab dava. Bo'ldi. Men bu iqlimda bir muncha maxluqni uchratdim. Hammadan kuchliga sen ekansan.
hayotning fojiasi qo'g'inchoqlikdan keladi. Sen bilan yashasam hayotim ma'nilik o'tadi deb o'yladim. Shunga do'stlikqa seni tanladim. Afsus. Dostum, mening mo kishandan bor. Ansirapli yuriyman. Sen nimadan qo'rqsan? Odamdan. Odam sendanmi kuchliqmi? Kuchliqku emas. Biroq farosatlik. Aql farosat hammani bo'ysundurdi. Ammasi men odamni topay. Xayr xo'sh, do'stim. Shundoq qilib, kuchuk odamlar bilan do'stlik o'rnatibdi. Shundan buyon u odamlar bilan yashab, odamlarga samimiy xizmat qilib kelib o'tibdi. Besh ma'nilik hikoya bu. Tushunardingmi? Tushundim. O'ltiraverib qo'llarim o'yishib ketibdi. O'ynab kirayapmi? Chiqib o'ynab kir. To'xtab tur. Naqshchi, naqsha. Naqshini talab etib beraman. Birinchidan oling. Oynaydı